Kruzda sayohat qilishingiz uchun 5 ta sabab. Birinchisi, bir deganda bir nechta shaharlarni ko'rish. Ikkinchi sabab, bir oteldan boshqa otelga ko'chish. Har safar chemodanni ochib qayta yig'ish shart emas. Laynerga chiqasiz va shu zahotiyoq sizning ta'tilingiz boshlangan bo'ladi. Uchinchi sabab, A punktdan B punktga esa siz tunda yetib olasiz. Ya'ni kun yo'qotmaysiz. To'rtinchi sabab esa kema harakatlanayotganida esa xohlasangiz restoranda ovqatlanishingiz, spadan foydalanishingiz, sport bilan shug'ullanishingiz, Broadway shoullaridan lazzat olishingiz yoki ertalabgacha raqsga tushishingiz mumkin bo'ladi. Va nihoyat 5-sabab, bir marta to'lab kruzdagi har xil davlatlar restoranlarida ovqatlanishingiz mumkin. Agar siz 4 ta davlatni birdaniga sayohat qilaman desangiz, $2,500 atrofida pul sarflaysiz. Kruz orqali esa bu bir necha barobar arzonga tushadi. Hozirda bizda kruz narxlari $250 dan $20,000 gacha mavjud. Narxlar esa qaysi laynerda va necha kun yashashingizga bog'liq. Aviabilet va vizalar alohida to'lanadi. Agar siz kruzga bormoqchi bo'lsangiz, bizda izohlarga plus belgisini qoldiring va biz sizga individual tarzda hisoblab beramiz.